insonlarning manfaatlarini himoya qiladigan davlat boshqaruviga ega bo'lgan davlatlar borki, albatta o'zining qonunlari eng avvalo asosiy konstitutsiyasini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan yoki konstitutsiyaga demak yangiliklarni kiritish bilan bog'liq bo'lgan tendensiyadan, jarayonlardan o'tadi. Bu normal siyosiy ham huquqiy fenomen hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari deb atalgan dunyodagi eng kuchli demokratik an'anaga ega bo'lgan, ham konstitutsiyaviy islohotlar negiziga ega bo'lgan mamlakatning 3-prezidenti. Bir paytning o'zida o'sha Amerikaning mustaqillik deklaratsiyasining muallifi bo'lgan Thomas Jeffersonning dunyoning xohlagan mamlakatlari qanday tuzumda bo'lmasin, ammo o'z konstitutsiyasiga ega bo'lgan demokratik mamlakatlar o'z qonunlarini har 19 yilda o'zgartirib borishlari haqida gap yuritiladi. Nima uchun endi aynan 19 yil davomida? Chunki 19 yil davomida bu yangi avlod shakllanadi. Yangi avlod shakllangan paytda ularning fikrlari, ularning qarashlari albatta yangiliklarni va bu yangiliklarni yoki himoya nuqtai nazaridan yangiliklarni albatta mamlakatning qonunchiligida ko'rishni istaydi. Shu nuqtai nazardan demak 19 yildagi yangi avlod o'zining qarashlariga, tafakkuriga ega bo'lgan avlod xohlaymizmi yo'qmi konstitutsiyadan, qonunchilikdan o'zgarishlarni talab qiladi.